Rais bu kelin. Kelin tomonidan Bahodirjon degan yigit bor ekan. Qani chaqiring G'ayratbek. Hurmatli aziz mehmonlar, avvalo xushvaqtlar, inshaalloh mana kuyovlarimiz, Yolg'on, qizimiz, ularga uzoq umr, salomatlik tilayman. O'zlaridan ko'payib, tinchlik to'yib yashasizlar. Akalarga, degan san'atkorlarga rahmat, sizlarga doimo ishlaringizga omad, salomatlik, Qo'shnilarga qo'shnilarni yaratgandan maqtab qo'yamiz. Kecha.
to'yga Navoiyga boribmiz. Navoiy degan assalomu alaykum azizlar. Aziz o'laydi. Navoiy boru Samarqand degan. Ashaqa to'yga borib salmaganlar. To'y tugagandan keyin mashinaga chiqib o'tirib, arqada kelatirib, "Alasa to'y qilsangiz" desam, deb qarab turib, mashinaga sen ham bormiding?" deydi qarang. Esdan chiqibman. Nima tegmasa qarang. Zo'r bo'l. Kuyov bola? Muborak bo'lsin. Ashraf aka. Uylandingizmi? Ha? Hozir. Baxtli bo'linglar. Omadingiz bersin. Ser farzandli bo'lavering. Nima g'alvada uka? Ola quruvching. Hali kichkina bolalar tabriklagan yo'qda. Men ashuncha uchun tabriklab qo'ydim. Ma'uldim ilon bor-ku, ka, ashuna ovozini eshitdim. Qo'rqib ketmanglar. Это человеческий детёныш. Маугли. Ты очень похож на банкирлога. А что это шакал был? Шакал, да? Ай, полован, перекелату. Это я без тебя знаю. Это мой лучший ученик. Ой, спасибо. А еще нет, а? Kuyov bo'ladi, ne qolinglar bolalar? Rahmat. Yo'lda bittasi kechasi yo'lda pul yotgan ekan. Olay desa, avriligin odam ekan. Olmay desa pul. Sekin olib-yu. Endi odam yo'lda pul topsa nima deyish kerak? Ha? Kam bo'lmaylar. Haqiqiy halol insonsizlarda 3 marta kimika deyish kerak. Biroq meniki desam, nega yana men? Uni maqtu deng nakas. Cho'ntagiga endi solagan ekan bir ovoz kelibdi. "Hey inson!" Rahmat. Toni qani buni? Rahmat. Mana shu mendami? Endi hali joyda qarang. Ya bo'pti. Nimani cho'zaman? Buni cho'zib bo'lmaydi. Ko'proq gapirib turing. Endi cho'ntagiga solaganiga ovoz kelibdi-da. "Ey inson, o'sha pulni olding. Bir tuflab cho'ntakka solgin." Ha? "O'sha pulni olding. Bir tuflab cho'ntakka solgin, men so'm qilib beraman." Ha? Rostdanmi? Ishonmasang, tup ko'r. Qo'ysangchi, agar pulga tuflasam, men so'm bo'lib qolsa, hamma cho'ntagidagi 5 so'mlik, 10 so'mlik pullarni tashlab olib, ha? Foto qilib, men so'm qilib olaveradi. Qo'lingdagi pul sehrli pul, yo'q. Ishonmasang tuflab ko'rginda. Akamiz ishonqiramasan, pul desa, o'tib vaqt demi. Haqiqatan men so'm bo'lib qoldi-ku. Gaplashayotgan yo'q, ishdan chiqib, desa xotini. Dadasi? Ha, dadasi. Turing o'rningizdan uxlaverasizmi? Haldan beri betlarim ham so'lab tashladingiz. Voy, mo bo'lishdi qaranglar. Hamma yo'q so'lab o'tib ketdi degan ekan. Ovoz o'xshatadimmi? Brejnevni ovozida endi eslaganlar, bu yerda endi kattalar biladi. Bana yo'qtamanishim.
Уважаемый господа, узбекский народ отличный народ. Поэтому разрешите меня здесь, в Изгене, на свадьбу моей братышки Илхамджана выступить перед гостями на узбекском языке. Разрешите, да? Bismillahirrahmanirrahim. Nima kulasizlar? Meni davrim bo'lakchaydi, ha? Shakar ko'pida, oqqan molada, qolagan kompot qilar edi. Yana kimlardir samagonga ishlatardi nomanda. O'shitaman ekanmi? Zikr Muhammadjonov. Bizning aktyorimiz bor O'zbekistonda. Pasha! Ay general Rahimov to'ynigida Pasha! Pasha! Sen ishtim o'rda general san. Tomdagilarni bitta qo'ymay qilib tashla. Hamza Umarov ovozi. Shoxti ishiga aralashma birodar. Aytadiku, Marfa Vasilyevna, atrofimda malikalar gildigabalay bo'lsa ham sizga xiyonat qilmadim. Ezga kiritavering. Chuqchaga ham ovoz bergan Dersuzlarga Hamza Umarov. Sizga juda yomon odam. So'yladi o'tkir tashlaydi. Kul bo'ladi. Bu yerga odam keladi, yeydi. Seniki yomon odam. O'rus ovchi yamaga tushib ketdi-da. Люди! Помогите! Помогите, люди! Degan Dersuzlar eshitib qoldi. Bir tikka chuqurga tushib ketgan. Miltig'ini shu bilan shekin hashayda ochib. Sizniki bu yerda люди deb baqirdi, ha? Moskvaga olib borganda cho'kchab keldi dedi. Aqtini xalasha. Mayli, arg'amchini olib kelguncha qochib ketmagin, bo'ptimi? Chet elda ashulachilar bo'ladi. Chet elda ashulachilar bo'ladi. Hozir endi radiolarda nodik kuchayib ketdi bunaqa narsa. Ashularda ham ovozlarini o'xshatib beraymi? Chet ellik ashulachilarda. Endi neglar bo'ladi-yu. Üstü bosh kiymaydi. Ana shu xalqlar ashula aytsa bir g'alati aytadi-da. Ularning nimasi bor? Boshqa nimalar bor. Ko'rganmisizlar? Albatta ular negrlar chaqalik qilishdi iloji yo'q. Eshitishdi-da. Tomona issiq. Shu negrlar ko'rsalaringiz deganiga tushunmaysiz. Bolalar yaxshi bo'ladi-da. Bularga bolalarni ko'rib qolasizmi? Radio chalarni deb quloqlarga qo'yib olib, ha? Yo'llarda ketishib qoladi. Endi bu bir o'g'il bola, bir qiz bolani ham ko'ribman, u ham asnonikada turibdi. Og'zida zvachka, ko'ynagini motomonni tikan ilib ketgan. Uni ham turishini qarang, og'zida zvachka. Muzika ishlayapti. Endi menimcha ash paytali muzika. Love baby. Degan bo'lsa kerak, endi u qiz berilib. Ali bola ko'rib qolib. Men kelyapti endi. Ali qizga ko'z tushib. O'ydirdi. Qizga yaqinroq kelib, o'tchi kitobga o'sharkan suysiz. O'qisa bo'lar ekan. Qiza. Hali senga o'tchi kitob o'qildimmi? Katta. O'qi. Lekin shirqimlik bir muqovasiga yaqin kelma. Bo'lmasam sen ham albomga a'zo bo'lasan. Salomat bo'linglar. O'shalarga chet elliklarda shular. Dunyoni ko'ring. Mana mazza qilib o'ynashadi-da. Mana shu
butun dunyoni agar o'yinlarini ko'rsalaringiz ma'noli chiqar ekanda, bir o'ziga xos ma'noli chiqar ekan. Mana arab davlatlari bor-ku. Arab davlatlari o'yinga tushsa, ayniqsa usti boshda zo'r kiyishadi. Ayniqsa usti boshda zo'r kiyadi. Ko'rgansizlar, makacha bir bo'lim. Bunda makacha hech narsa yo'q, ha? Endi mana bunaqa yonlarida mana bunaqalar bo'ladi. Hozir bitta iloji yo'q shekilli. Soling arabcha. Meni yechibdi anaqa kimman? Mana, yo'q bo'ldi. Yechmoqni yechibdi. Jim. O'zi to'ndi 4 soatdan beri yechib turibdi. Bu ham yechib yuborsam, ertaga Voy! Arablarda shuni bo'ladi endi, mana o'rtalar ajab tursa kerak bu. Lekin o'yga tushsa ma'noli tushar ekan. Ularda ma'no bo'lar ekan. Arabcha beringlar. Voy! Hali buni yetisham bor endi. Çal. Dehqonchiliging zo'r kelyapti. Singarim mayli. Mana boshiga o'tkazib, mana boshiga o'tkazib kiyishadi. Ko'proq ko'rsalaringiz, qo'llarim bunday turadi ularda. Bu dilinga payvand degan ekan. Sabering qincha? Ama o'zbeklarimizga yetmaydi. O'zbeklarimizga hech qachon yetmaydi. Ko'rasizlar mana shu to'ylarda, nimalarda bayramlarda ko'rib qolasizlar. To'g'ri, o'zbeklar tushsa unaqa ma'no yo'qdir. Lekin yigitlarimiz o'yinga tushganda qarab turinglar-da. Dadasi kimligini aniq bilib olasiz. Navoiy yo'li qana tushar ekan. Bir pasroq. Bir to'yda Mashaq aka o'zi, ha, sen o'g'lingiz o'yinga tushyapti, pul qistirib qo'ying dedi. Rostdan sen, ha? Qarasam, haqiqatan o'g'lim o'yinga tushyapti to'yda. Dedim, men askarchiman-ku. Tasavvur qilasizmi, o'g'lim qana o'yinga tushyapti? O'zimni ham masxara qilib oldimmi? Salomat bo'linglar. Qana o'yinga tushganlarga men qaramayman. Sizlarga salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Endi o'rtoqlar, mana juda ham chiroyli o'tdi. Hozir ertalabgacha davom ettirsa ham menimcha hech kim ketmaydi-da bu yerda. Biz o'zi soat 7 da kelganmiz-da. 7 tamandan beri shunaqa bazm davom etyapti. Endi buni oxiri tugatishga bolalar shu yerda. Haligi bilan tugatamiz endi, haligi sindiraman bilan. Shu bilan yopamiz endi. Mana shu oxirgi qo'shiqda hammamiz bir mazza qilib eshitaylik, qarsaylar bilan duo qilamiz. Mana beri kelema, mana momda. Chalo.
kızılını sındıramam. Sındırasam kızılı gülünü, kızılını sındırasam. Sındıramam. Kızılı gülünü, kızılını sındıramam. Mihman olup ayağımda ağzım basıp sen ayağınca koylar soyup dasturxonga shilmonlar sindiraman. Sindiraman, sindiraman dasturxonga shilmonlar sindiraman. Kalemini sindiraman. Sindiraman, sindiraman, kızılı gülünü sindiraman. Mehman bulup ayağında ağzım basıp ötseng ayağınca koylar soyup dasturxonga shirmonlar sindiraman. Sindiraman, sindirasam kızılı gülni, kızılını sindirasam. Kızılı gülni, kızılını Rahmat. Kara saçlarını sürtüp yüzümge her bir talasıya kayıt biterdim. Kalu kürmese dünya gözümge karanlığı saçınga kirip giderdim. Dilberim ki Dilberim ki Dilberim ki Kara saçlarını silashdan ortmay o'tkazardim har kun har tunni. Bir kun sen ketibsan meni uyg'otmay. Sochlaring o'rnida qoldirib tunni.
chiroyli qilib olib borganliklari uchun Xudo xolasa esdan chiqarmaymiz. Rahmat. Hammanglar ham tinch bo'linglar. Rahmat sizlar. Bola chaqanglarni orzu havasini ko'ringlar. bilan qo'shib qarasiz. O'zlaridan ko'payib, kulib tinchib o'ynab yursin. Shu xonadon hamisha to'ylar bo'lsin. Yana elga Xudo xolasa chaqaloqlar yig'lab shu yerlarda nima qiladi. Amin. Alloh ishini omonli tani sahalligini bersin. Shu akaxonlarni ham safarlarini bexatar qilsin. Sog' salomat vataniga yetishib olsin. Mashada yurganlar hammasi ham tinch bo'lsin. Yuzi yorug' bo'lsin, 2 yosh baxtli bo'lib o'zlaridan ko'payaversin. Rahmat, tinch bo'linglar. Chol aka, chol.